Assalamu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bag'at aka avtosavdo kanalining obunachilari. Bugun 12 oktyabr 2025-yil navbatdagi savdomiz mexanika korobka Nexia 3'imiz bo'ldi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan tayyor avtomobilimiz metan gaz yumshoq bo'lgan hamma navoratlari qilingan avtomobilimizni Qozog'istondan kelgan Umurbek og'amizga 96 million so'm naqd pul berdik. Xabar razımsiz savdodan? Razım. İşleriniz omad. Bag'atdagi aka savdoning ishlarini omad. Mashina oldik, zo'r, oddiy. Rahmat, yaxshi tilaklar uchun. Pul, yaxshi pullar nasib etsin. Rahmat. Yaxshi Bizdan bundan ham yaxshi mashinalarni berib o'tiramiz. Do'stlar, kuzatamiz, sotgan mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan 61 ming kilometr yurib turadi mashinamiz. Metan gaz, yumshoq bo'lgan hamma navoratlari qilingan tayyor. Qozog'istonga ketdi avtomobilimiz. Naqd puli 96 million so'm bo'ldi. Galarasida shunday zo'r tenalada mashinalar ko'p, bemalol kelib arzon kelib savdo qilib ketaverasizlar. Sotiladigan mashinalarimiz bo'lsa, kelishlaringizni tavsiya qilamiz, kelishsakdan qolamiz, kelishmasak sotib berish variantlari bor. Kutamiz, rahmat, oxir narsa kuzatib borganlaringiz uchun.